Biz yangi strategiya. Xullas 1 minutli time frame'ga kiriladi. Kirgandan keyin bu yerda razворот bor. Bunaqasiga tushdi, bunaqasiga 90 gradus ketyapti. Bu yerda razворот bor. Razворот bo'lgandan keyin 1 minutlikni chizamiz. Bunday qilamiz. Shu tevadagi tegish kerak. Tevadagi 10 minutlikka tegdi. Mana 10 minutlik tegdi. 10 minutlik tekkandan keyin 10 minutlik tayoqchamizga tegdi. Tekkandan keyin bizga Fibonacci tortamiz. Oxirgi mana qizil ajralib qo'ygan. Shundan tayoqchasiga to'g'rilab tortamiz tevaga. Tortganimizdan keyin oxirgi qizil esdan chiqmasin. Razворотdagi. Tortganimizdan keyin bizga o'zi zonalarni ko'rsatib beradi. O'sha zonalarda keyin bizdagi otsak bo'laveradi. Keyin 1 minutga tushamiz. 1 minutga tushib turib mana shu zonalarda agar mana zonani yorsa, yana tevaga otsak bo'ladi. Mana zonani yorib o'tsa, keyin tevaga otsa bo'ladi. Agar yorib o'tmasa, shuni ishlaymiz. Shu ikki yorolmadi. Tevadagi zonani yorolmadi. Agar mana shuni yorganda tevaga ochardik. Endi 10 minutga qo'yamiz. 4:46 minutimiz bor. Qaytyapti. Yorolmadi. Endi biz 1 minutga kiramiz. 1 minutga kirganimizdan keyin yana 30 sekundga kiramiz. Razворот bo'lgan. 1 minutga qo'yamiz. Pastga ochamiz. Shu qaytish qisqaroq qilamiz. Tevaga trendga ketayotganda 2 minut 3 minutga qo'ysa bo'laveradi. Qaytishda kamroq 1 minut yarmini qo'yamiz. 1 minutlikda 2 minut tevaga trendga qarab bo'layotgan bo'lsak, qaytishda yarmi 1 minut qo'yamiz. Chunki baribir trend tomonga talpinadi. Shu tarzda ishlanadi. Buni shunga moslab olamiz. 10 minutlikda moslab oldik. Mana 10 minutlik trend bo'lsa, shunga moslab oldik. Chizildi. 10 minutlik trendga moslab olamiz, keyin 1 minutda ko'rsataveradi. Mana plyus bo'ldi. Bugunga yetadi.